Voy akaxonlarim, men sizlarga juda ko'p aytaman. Uyni zo'r qilib, sifatli qilib qurgandan keyin eshik romlarni ham zo'ridan, ishonchli, baquvvatidan o'rnatinglar deyman, to'g'rimi? Mana bu obyektimizning egasi ham aynan mana shu tanlovni tanladi. Mana ko'rishingiz mumkin, 6000 trio. Eshiklarimiz Termo 70. Termo 70 ni hamma biladi. Juda ko'p sizlarga aytyapmiz, qanaqa profilligini, sifati qanaqaligini aytyapmiz. Mana poliamidi bor o'rtasida, ikkala tarafi metaldan bo'lgan. Sovuqqa juda ham bardoshli, shovqinni umuman o'tkazmaydi bu borku bu. Romlarimiz 6000 trio. Buni ichidagi metali shunaqa baquvvat, shunaqa qalin bo'ladi borku. Shunaqa quyosh tushib, issiq bo'lib ketsa ham mana bu romimiz borku, umuman deformatsiyaga uchramaydi akalar. Ko'rishingiz mumkin, mana bu yoqda ham romlarimiz hammasi 6000 triodan bo'lgan. Xo'p akalar, uyda mana shunaqa shuncha pul sarflab, zo'r qilib uy qurgandan keyin eshik romlarni ham zo'ridan o'rnatib qo'ying aka. Qancha pul ketsa ketsin, obro' ketmasin deydi-ku. Uyingizda sizni o'sha 60 yil, 70 yillab xizmatingizni qilsin aka. Sizga ham mana shunaqa eshik romlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqing. Biz sirazi kelib, o'lchab, dizaynlarigacha sizga chizib, rasmini ko'rsatamiz. Sizga ma'qul kelgandan keyin kelib, o'rnatib berib ketamiz. Hammasi bizda bepul. O'rnatib, o'lchash, dizaynni chizib berish mutlaqo bepul. Ichida servis xizmatimiz 3 yil o'sha mahsulotimizga garantiya, ya'ni kafolatimiz bor. Bemalol qo'rqmay telefon qilaverasizlar akalar.